Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, O'zbekiston va Osiyo qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 3 ta o'yin, 3 ta durang, 3 ochko. Vodiyning Andijon jamoasi bugun Bahrayn jamoasi Al-Haldiyani Andijonda qabul qildi va ajoyib natija Andijon uchun davom etmoqda. Xabaringiz bor, Vodiyning Andijon jamoasi xalqaro maydondagi 3-o'yinida ham na raqib darvozasiga gol ura oladi, na o'z darvozasidan gol o'tkazib yuboradi. Qaysidir jihatdan Andijon o'ziga yuklatilayotgan vazifani a'lo darajada uddalamoqda. Nima uchun deysizmi? Chunki Andijon uchala o'yinda biror marta mag'lub bo'lgani yo'q. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Andijon g'alaba ham qozongani yo'q. 3 ta o'yinda jamoa raqiblar darvozasiga gol ura olmadi va o'z darvozasidan birorta to'p olib chiqmadi. Andijon Al-Haldiya 0-0. Xo'sh, bu ketishda Andijon keyingi bosqich yo'llanmasini qo'lga kirita oladimi? Hozir bo'layotgan o'yinlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Andijon bugungi nursiz durangdan so'ng 2-o'ringa mustahkam joylandi deya olmaymiz. Chunki Qatarning Al-Ahli jamoasi qo'shnilarimiz Arqadag'ni kutib olishmoqda. Katta ehtimol bilan bugun Al-Ahli Arqadag'ni mag'lubiyatga uchratadi va bu degani Al-Haldiyadan so'ng Al-Ahli 2-o'ringa mustahkam joylashadi, Andijon esa 3-o'ringa tushadi. Xo'sh, Maksim Shatskix jamoasi keyingi o'yinlarni qanday o'tkazadi va natijalar qanday bo'ladi? Shular haqida ma'lumot beramiz. Demak, 2025-yil noyabr oyida Andijon bugun durang o'ynagan Al-Haldiyaga safar uyushtiradi. Bu uchrashuv 5-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Va qadrli do'stlar, keyingi raundlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Andijon o'z uyida Turkmanistonning Arqadag jamoasini qabul qiladi va 24-dekabrda Qatarning Al-Ahli jamoasiga safar uyushtiradi. Andijon masalaga oydinlik kiritadi. Qisqa qiladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, Andijonga bundan buyog'i o'yinlarda faqat g'alaba juda ham muhim. Aks holda bu duranglar bilan Andijon xalqaro maydondagi yurishini to'xtatib qo'yishi hech gap emas. Yana bir jamoamiz Qashqadaryoning Nasaf jamoasi mana 3-o'yinda ham afsuski o'z imkoniyatini 0 darajaga tushirib yubordi. Shabab Al-Ahli Birlashgan Arab Amirligiga klubiga qarshi o'tkazgan o'yinda Nasaf 4-1 hisobida yirik hisobda mag'lubiyatga uchradi va 3 ta o'yin natijasiga ko'ra birorta ochko ola olmadi. Chempionlar ligasida eng oxirgi o'rin bo'yicha Nasaf hozircha 1-o'rinda. Qadrli do'stlar, demak eslatib o'tamiz, Nasaf jamoasi keyingi bosqich o'yinlarini o'z uyida o'tkazadi. Bu borada Ro'ziqul Berdiyevga omadlar tilab qolamiz. Nasaf o'z uyida g'alaba qozonishi shart. Eslatib o'tamiz, Nasaf keyingi uchrashuvda Birlashgan Arab Amirligining Al-Vahda klubini Qashqadaryoda qabul qiladi. Andijon esa bugun o'ynagan Al-Haldiya bilan Bahraynda javob o'yinini o'tkazadi. Xalqaro maydonlardagi klublarimizga omad va muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Andijonga va Nasafga omad tilaymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Salomat bo'ling.